Mana bugun 105 nafar shogirdimiz bilan Imomoddagi ekskursiyaga keldik. Mana biz Imomoddagi trend bo'layotgan yo'qligimiz. Mana hozir shogirdlarimiz basseynga kelishdi, basseynda mazza qilib cho'milishyapti. Soat 12 gacha o'yinni o'tkazib, toqqa dam olgan chiqib ketamiz. Ekskursiyamiz qarab o'tyapti. Qimorvozlar joyiga keldik. Salqin joylarga 105 shogirdimiz joylashdik. Endi bizni kuzatishda davom eting. Bizdan uzoqlashmang. Biz ularga gapirmay qoldik. Havolanib. Assalomu alaykum kanalimizda aziz obunachilari va hurmatli ota-onalar. Bugun mana biz ehtirom jamoamizning barcha yoshdagi a'zolari bilan ekskursiyaga ketyapmiz. Mana biz hozir Imomoddagi Bog'bon lageriga keldik. Bog'bon lagerida hozir bu yerda o'yinimizni o'tkazamiz. Ajoyib stadioni bor. Stadionda shu Bog'bon degan futbol klubi bor. Shu futbol klubi bilan o'yinimizni o'tkazamiz va soat 12 gacha o'yinni o'tkazib, toqqa dam olgan chiqib ketamiz. Mana bugun 105 nafar shogirdimiz bilan Imomoddagi ekskursiyaga keldik. Futbol o'ynab chiqishda endi toqqa dam olgan chiqib ketamiz ular bilan. Bizni kuzatishda davom eting. Assalomu alaykum. Mana hozir shogirdlarimiz basseynga kelishdi, basseynda mazza qilib cho'milishyapti. Bu ekskursiya o'ylaymanki esda qolarli bo'ladi. Bolalar nima gap? Yaxshimi hamma yo'q? Ekskursiyamiz qarab o'tyapti. Ekskursiyamiz qarab o'tyapti. Yaxshi, zo'r. Maza qilyapsizlarmi shuni? Biz shogirdlarimiz bilan toqqa dam oladigan joyimizga keldik. Ichkariga kiramiz. Mana hozir ajoyib salqin joylarga 105 shogirdimiz joylashdik. Endi hozir ularga ovqatlarni tarqatib, dasturxon tuzaymiz. Biz bilan birga bo'ling, tomosha qiling. Mana biz Imomoddagi trend bo'layotgan yo'qligimiz. Bu yerga shogirdlarimizni olib chiqmoqchi bo'ldik, lekin 105 ta bolani bu yerga yetkazishimiz kerak bo'ladi. Ana bu ko'prik juda xavfli ekan.
Mana joylashib oldik shogirdlarimiz bilan. Bizni kuzatishda davom eting. Bizni eng ko'p bolalarimiz, eng ko'p shogirdlarimiz o'tirgan joyga keldik. Ukalar hammaga choy yetyaptimi shekilli, suv choy emas, suv ekan-a. Hammaga suv yetyaptimi? Zerikmayapsan, nechta odam edi o'zi? Xullas ko'p-a? 20 tadan ko'pmi? Undan ham ko'p-a? Yaxshi o'tiribsizlar, zerikmayapsizlarmi? Kamchiliklar yo'q-a? Hozir qimorbozlar joyiga keldik. Bu qimorbozlarga o'xshab o'tirish eng kam bolalar o'tirgan so'raydi. Go'yoki qimorbozga o'tiribsizlar, lekin kerak oshaq yo'q. 3-filial bular. Hammasimi? Hammasi 3-filialmi deydi hozir? Ha, yaxshi. Bu hozir 1-filialdan birortasi yo'q ekan. Bo'ldi. Bular o'ylaymanki, yaxshi o'tirishdi deb o'ylayapman. Ja haligi bekitishib olgan, dasturxonni bekitishib olgan, cho'ta suvlarni bu yoqqa qo'yishyapti. Ukalar zerikmayapsizlarmi? Sizlardan fikringlar so'rayman. Qanaqa bo'lyapti ekskursiya? To'g'ri bo'lyapti. A'lo darajada. Men emas, bolalar bor. Bu nechinchi so'ri? O'rta miyona sonidagi bolalar o'tiribdi. Nechta bu yerda? Bunaqa ko'pmasa, sredniy. 15 ta bola o'tirgan joy. Mana Real Madrid asosiy faoliyatini bittaga sotib qo'ying. Umidjon cho'ta gapiraman deyapti. Umidjon nima gap? Ichyapti. Ekskursiyalar yaxshi bo'lyapti. Yaxshi bo'lyapti. Kameraga qarang. Yo'yaptimi hali? Ha. Real Madrid tomonga qatnayapti. Sizlarga yaxshi kayfiyat, yaxshi o'tiringlar. Mana hozir shogirdlarimizdan hammasidan fikrlarini so'rab chiqdik. O'ylaymanki, bugungi ekskursiya esda qolarli bo'ladi deb bilaman. Hammalarga rahmat, biz kuzatishda davom eting.